Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, avomisizlar? Xo'p, bu hayotda kulib yashash uchun, xursand bo'lib yashash uchun ko'p narsa kerak emas. Yaxshi kayfiyatda bo'lib, Alloh taolodan har kungi bir ishga, har kungi bir hayotga omad, tinchlik, xotirjamlik so'rab, yurt uchun, bir-birimiz uchun duo qilib, yaxshi kayfiyatda yashasa shu yetar inson uchun. Bu dunyo imtihon. Hammamiz har xil sohadamiz. Kimdir usta, kimdir davlat ishida. Muhimi sog' salomat bo'lsak, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz boshi omon bo'lsin. Aka-ukalar, oila, ota-ona hammasi tinch bo'lsin, o'tganlar oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Xullas xursand bo'lib yashashga nima yetsin? Kulib, sog' salomat yurganga nima yetsin, to'g'rimi? Like bosib, tarqatib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu sizlardan katta yordam. Salomat bo'lasizlar.